makiyaj qilib. Erlarimiz haqida ochiq haqiqat. Tayyormisizlar? Ketdik. Menimcha siz eringiz bilan ko'p urushib turasiz. Postoyanno gullab beradilar-ku. Yo'q, endi unaqa ko'p emas. Urushsa bir oyda bir marta ham katta urush emas. Urushganimiz uchun gul bermaydilar. Nima uchun beradi? Просто так. Urushdilar. Menda bu Instagramdagi bor gullar, bu hammasi urushdan keyin bo'lgan gullar. Hech qachon erim просто так gul uyga olib kelmagan. Urush bo'ladi, keyin uyimizga gul kiradi. Обидненько. Да. Ахматёна. Ни разу не было такого, чтобы он меня обидел и купил цветы. Я такого вообще не помню. Men mana shu gullarni yoqtirmaydigan holatga kelib qolganman, chunki gullarni ko'rsam bilaman, bu skandal. Hech qachon menga "Men seni yaxshi ko'raman, sen buncha chiroylisan", unaqa gaplar gapirmaydilar. Juda ham kam gapiradilar. Из-под палки ichlaridan olaman bu gapni. Yaxshi ko'rasizmi o'zi meni? Yaxshi ko'rmasam uylanarmidim. Qiladilar. Aytaymi, eshitgim kelyapti. Женщина любит ушами. Aytaymi, menga bu kerakmi desam. Я тебя люблю. Уже не надо deymanki. Yaxshi taraflarini ham aytamiz. Masalan, yaxshi ko'raman deb dangal aytmasa ham, zato ular biladilar, men чистый go'sht yaxshi ko'raman, yog'i bor bo'lsa yemayman. Navoda turmush o'rtog'im kosalariga чистый go'sht tushsa, bilingki, u go'sht meni kosamda akazatsiya qiladi. Men ko'rib qolsam juda xursand bo'laman. Очень мило. Gapda emas, ishda. Действияda. O'zi eng to'g'risi shu. Я это тоже ценю. Ayol kishi endi xolida-da baribir ishi. Xoliymiz biza. Sevaman seni. Просто bugun boshqacha chiroylisan, desa bo'ldi. shunaqa ochilib ketibsan и все. Haqiqatdan ochilib ketadi. Unaqadan kelgan. Sen nimaman? Otam haqida gapiryapsizlarmi deb uyg'onib oldi bu ham. Madina dedik. Biz u yerda qolib ketdik. Очередь bo'lib ketdi. 2 часа он стоял, tushga o'tiradigan joyi yo'q. Birga ovqatlanamiz dedi. Ko'zlarim yoshlanib ketgan o'shanda bor, voy jonim. Telefon zaryadkasi ham o'tiribdi. Telefon zaryadkasi o'chib qolsa, keyin meni qidirib yurmagin deb. O'sha turuvdilar. O'sha 2 soat turdi. Просто он ногах стоял, ждал, hozir chiqadi. Hotelga qaytib bordik. Накрыл на стол. То есть шведский стол-da o'sha. O'zlari o'sha payt еще беременные ediz-a. Ayollarga ko'p narsa ham kerak emas ekan. Просто забота.